Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun seshanba. Tuvandekdagi xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Amerika Adliya Ministerligi 8 yanvar bayonotdi. Amerika Kaliforniya shtatidagi bir dengiz armiya bazasida xizmat qilgan 26 yoshli Amerika dengiz armiyasi xodimi Jo Won Xing Amerikaning sezgir askariy uchurlarini Xitoy istixborot xodimiga ta'minlaganlik jinoyati bilan 27 oylik qamoq jazosiga hukm qilinib, $5000 jarimani qo'yilgan. Amerika Adliya Ministerligi tor betida e'lon qilingan bu vaqtdagi bayonnomada ma'lum bo'lishicha, bu deloni ishlagan sud mahkamasining deloga aloqador hujjatlariga ko'ra, Amerika dengiz armiyasi xodimi Jo Won Xingning Amerika armiyasiga oid sezgir maxfiy hujjatlarni Xitoy istixborot xodimiga yetkazib berishda Xitoy istixborot xodimidan para olganlik qayd qilingan. Jo Won Xing 2023 yil oktyabr oyidagi so'roq jarayonida yuqorqi jinoyatini o'z og'zi bilan iqror qilgan. Amerika Adliya Ministerligi davlat bexatarlik bo'limi muavin taftishi general Masiv Ostin bu voqea to'g'risida ifoda bildirib mundaq degan. Javob endi o'z davlati Amerikani qo'g'dash to'g'risidagi rasmiy qismiga xiyonat qildi. Amerika armiyasi xodimlarini xatarga ittirdi. Amerika Adolat Ministerligi Xitoy hukumatining davlat bexatarligimizning o'rnini qo'llashtirishiga qarshi uzil-kesil kurash ichida. Shundaqla davlat bexatarligimizga qarshi harakat qilganlardan qat'iy ravishda hisob so'rash bosqichidir. Bayonnomada ma'lum bo'lishicha, Jo Won Xing Kaliforniya shtati Ventura shahriga joylashgan bir dengiz armiyasi bazasida xizmat qilgan bo'lib, 2021 yil avgust oyidan 2023 yil may oyigacha Xitoy istixborot xodimidan jami $14866 para olgan bo'lib, bu pul ayrim-ayrim 14 qatimga bo'linib, Xitoy istixborot xodimi tomonidan Joga yetkazib berilgan. Jo buning badaliga Amerika dengiz armiyasi mashg'ulot bexatarligiga aloqador maxfiy uchurlarni Xitoy istixborot xodimiga yetkazib bergan. Jo Won Xing Xitoy istixborot xodimiga yetkazib bergan bu maxfiy uchurlarning orasida Amerika dengiz armiyasining harbiy mashqlariga aloqador mazmunlar. Shundaqla Amerika dengiz armiyasining muhim muassasa qurilishlariga oid ma'lumotlar bor ekan. Ma'lumotdan bilinishicha, Jo Won Xing Xitoyga Amerika dengiz armiyasi Tinch okean dengiz flotining cho'ng ko'lamli harbiy manevr plani, Amerika dengiz armiyasining jang qilish buyruqlari, shundaqla Yaponiyaning Okinawa shahriga joylashtirilgan Amerikaga oid radar sistemasining elektronik xaritasi qatorliq uchur va ma'lumotlarni ta'minlab bergan. Kaliforniya shtati markaziy rayoni taftishi Martin Sterada bu vaqtda mundaq degan. Jo o'z davlati Amerika xainlik qildi. Xitoy ishbiyonlik xodimidan pora olib, o'z taqdirini o'zi tushirdi. Bu sababli Amerika armiyasidan qo'landi. Hozir u turma hayotini boshlash oldida Joga berilgan bugungi jazo shuni ko'rsatdiki, ishxonamiz davlat bexatarligimizning o'lini qo'llashga birlashganlarni tub yiltizini qo'mirib tashlash va jazolashda choqmoq tezligida harakat ko'rdi. FBI davlat bexatarlik tarmog'i yordamchi ijroiya direktori Larissa bu vaqtda monolan bildirdi. Junqo Xalq Jumhuriyati Amerikaning va uning ittifoqdoshlarining davlat bexatarligining o'lini qo'llash jihatida to'xtovsiz tirkishib kelyapti. Xitoy Kommunistik partiyasi istixborot afzalligiga ega bo'lish uchun har qanday qonunga va har qanday tuzumga xohlagancha xiloflik qilaveradiganligini yenishlab ko'rsatib keldi. Bugungi sud hukmi shuni ko'rsatdiki, Xitoy istixborot organlari o'zi yollagan jasuslarni FBI'ning va muhim hamkorchi organlarimizning qo'lga olishidan va sudga topshirib berishdan saqlab qolishda ojiz keldi. Bayonnomada ma'lum bo'lishicha, Jo Won Xing murakkab maxfiy shifr vositasi orqali Xitoy istixborot xodimiga uchur yetkazgan bo'lib, u o'zining uchur yetkazganligiga oid dalil faktlarni yo'q qilgan. Shundaqla Xitoy istixborot xodimi bilan bo'lgan aloqasini maxfiy tutgan ekan. Amerika chiqadigan dongli gazetlardan Newsweek haftalik gazetining 8 yanvar nashr qilingan xabarda mundaq deyilgan. Yaqinda Isroil davlat mudofaa tarmoqlari Hamasning qo'lida Xitoyning ilg'or qurollari borligini aniqlagan bo'lib, bu qurol yarog'lar orasida M16 zarbichi avtomat uchun kerakli o'q to'ralari va M16 zarbichi avtomatning qarg'a ilish turbini, yuqori besimli avtomatik qirg'in avtomati, xabarlash uskunalari qatorliqlarni o'z ichiga oldi ekan. Bu vaqtdagi xabarni Fransiya chiqadigan Telegraf gazeti xabar qilgan bo'lib, Fransiya Telegraf gazeti bu vaqtdagi xabarda Isroil istixborot organining bu vaqtdagi bayonini naql qilib, Isroil istixborotining Xitoy qurollarining qandaqsiga Hamasning qo'lida bo'lib qolganligini qilganligini. Shundaqla Hamasning ilgirki chaqlarda hech qanday bunday kuchli qurollarga ega bo'lmaganligini bildirgan. Angliyadagi dunyoga donliq Bas universitetining davlat mudofaa mutaxassisi shundaqla sobiq NATO analizchisi Patrick Berry Telegraf gazetida qilgan so'zida, bu qurollar Xitoydan bevosita kelgan bu yoki Iran qatorliq davlatlarning qo'li bilan vositalik kelgan bu haqda savol tug'ilgandi. Hamasga askariy va iqtisodiy yordam berib kelayotgan Iranning bu qurollarning Hamasning qo'liga tushishida eng kamida qo'shimcha rol o'ynaganini bayon qilgan. Tel Aviv Universiteti davlat bexatarlik tadqiqot bo'limi tadqiqotchisi Toviya Gerin bu vaqt so'z qilib, agar Xitoy Hamas tarafga bu qurol yarog'larni bevosita yetkazib berganmi deb savol qo'ysangiz, bunday bo'lishining mumkinligi kishini shubhalantirdi. Ammo Xitoyning dunyodagi harakatlariga nazar solsangiz, bu shubhangizning hech qancha o'rni qolmaydi degan. Keyin yana Xitoy qurol yarog' korxonalarining Livonni markaz qilgan Hezbollah qurollari bilan bo'lgan yaqin munosabatiga ishora qilib, Eronning yo'lish orqali mavjud bo'lib turayotgan bu Shia askar kuchlarining 2006-yildagi Isroil-Livon urushida Isroil dengiz chorlag'ich paraxutlardan biriga Xitoy yasagan paraxutni pachaqlab tashlaydigan o'q beshi etib 4 g'avvosning o'limiga sabab bo'lganligini qayd qilgan.
Davlat mudofaa tadqiqotchisi Toviya Gering agar bu qurol yarog'larning Xitoydan yasalganligi Hamasga Iran qatorliq 3-chi bir davlat orqali ta'minlanganligi taqdirda bu hodisa Isroilda Xitoy uchun bir sachchilik hisoblanadi degan. Haftalik xabarlar gazetining bayonicha Isroilning Xitoy bilan bo'lgan necha 10 yillik illiq munosabati Isroilga Hamasga qarshi urush boshlagandan keyin nacharlashib qolgan. Gazeta bildirishicha Isroilning eng chong savdo sheriklaridan biri bo'lgan Xitoy toki hozirgacha 2023-yil 7-oktyabr kuni Hamas qurolliqlarining Isroilga qilgan hujumi sababli Hamas tarafini ayblamagan. Xabarda ko'rsatilishicha Isroil G'azaga qarshi hujum qo'zg'agandan keyin Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida Yahudilarga qarshi shuar chaqiriqlar va Ironni yoqlaydigan yo'llanmalar zo'r salmoqda oshgan. Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida tarqalgan Isroilni qo'llash fikrlarini Xitoy organlarining sezgir uchurlarni so'zib olish mexanizmi tomonidan o'chirib tashlangan. Xitoyni tadqiq qilgan ba'zi kuzatchilarning bildirishicha, Xitoy Isroil Hamas to'qnashuvidan foydalanib, Amerikaning O'rta Sharqdagi ta'sirini ojizlashtirib, o'zini taraqqiy qilayotgan davlatlarning xo'ja akisi o'rniga chiqarish o'rinishida bo'lmoqda ekan. Erkin Yevropa axborot organining 10-yanvar xabari. Dünya Quruqlik yo'l transport organining bildirishicha, elektron buyumlar qachilingan tunji yuk mashinasi atirti Xitoyning janubiga joylashgan Shinjin shahridan yo'lga chiqib, o'zining oxirgi bekiti bo'lgan O'zbekiston poytaxti Toshkentga yetib kelgan. Qirg'izistonda kesib o'tilgan bu quruqlik yo'lining bosh bekiti Shinjin bilan oxirgi bekiti Toshkentning umumiy masofasi 6500 km ekan. Yuk mashinasi atirti Shinjindan Toshkentga 7 kunda kelib bo'ldi ekan. Xabarda bildirilishicha, o'tgan yili iyul oyida Jingzhou Hongyi transport shirkati yuqoriga o'xshash yuk mashina atirti orqali Shinjin bilan Olmutog o'rtasidagi savdo transportini boshlagan ekan. Dünya Quruqlik yo'li transport organining bildirishicha, bu yangi tijorat qatnash liniyasi Xitoyning O'rta Osiyo bilan bo'lgan savdo ko'lamining eshishining ifodasi hisoblanadi ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.